O'ylab boqmabdiman, Xiaomi Finti tutqusida Xiaomi Finli emas, ma'nun o'xshash so'man qo'risimi bunchalik o'xshab ketadiganligini do'stlar. Ammo birli yedilarmi, ta'mi tilinglarda qiladi ekan. Ammo buni qanday tayyorlaymiz, birlik deganimda. Bunun ketirlik materiallar o'ziga o'xshashlar az hamsiz. Faqat o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq tayyorlab, videoda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olsak bo'ldi. Hamda o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq jinsda yaqilib olgandan keyin buni tatib, videoda ko'rsatilgan bo'yicha normal cho'nliqda parchalab tayyor qilib olamiz. Hamda qaynayotgan qazimizga cho'pni silib, yana 1 minut atrofida qaynatib olgandan keyin suzib olamiz. Cho'pni bek uzun qaynatib pishirib etmaymiz, do'stlar. Cho'pni suzib, sovuq suvda o'tkazib etgandan keyin azroq jon yo'q qo'yib, tamlantirib qo'yamiz. Hamda qazimizni quruqda azroq may qo'yamiz. May qizigandan keyin go'shtni silib, go'shtni qizarg'icha uzoq qorib olamiz. Keyin piyozni silib, bir aralashtirib etgandan keyin azroq tuz qo'yib, buni yaxshi bir aralashtirib olamiz. Hamda buningga uyda tayyor qilib olgan qizartirgan lazimizdan bir qo'shib atrofini silib, yaxshi aralashtirib qizil rangi chiqqandan keyin chingsayni solamiz. Chingsayni bir aralashtirib qorib olgandan keyin buningga hamda Xiaomi Finti tutqusidan bir bo'loq silib etamiz. Bugun mening ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning Xiaomi Finti tutqusi do'stlar. Tutquni solgandan keyin yaxshi aralashtirib, mislik puroqlar chiqishi qorib olamiz. Hamda tutquning kuyib ketmasligi uchun bek oz miqdorda suv qo'yib, bir qaynagandan keyin qizil ko'klar samsoqlarni solamiz. Bularni yaxshi bir aralashtirib etiblar. Tayyorlab olgan cho'pimizni ustiga solamiz. Lazan uzun qorib etmaymiz juma do'stlar. Cho'pni silib, ishtik o'tib 1 minut atrofida qorib olgandan keyin tuz ta'min etib taqsimizga ilova olsak bo'ldi. Men ko'rib turganinglardek intayin o'xshab ketgan o'zgacha so'minimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlar o'rganib oldinglarmi? Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, izlaganni topolmay qolmaslik uchun yurak va yulduz belgisini bosib saqlab olishni unutmanglar.